Mavzumuz quyidagicha, ya'ni 14-mavzu o'zgarmas koeffitsientli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar. Ushbu y darajasi n plus a1 y n minus 1 plus va hokazo plus a n y teng 0 808 tenglama n tartibli o'zgarmas koeffitsientli bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Bunda a, j'lar o'zgarmas sonlar, j o'zgaradi, birdan n'gacha mana chiziqcha qo'yganmiz, o'zgaradi deganmiz. Bu tenglamani yechish uchun y barobar y darajasi lambda x almashtirish yordamida yechim izlanadi. Ya'ni bu lambda n plus a2 demak lambda n minus 1 plus va hokazo plus a n minus 2 lambda plus a n teng 0 809 tenglamaga 808 tenglamaning xarakteristik tenglamasi deyiladi va mana shunday yoziladi. Bu va uni yechib lambda 1 lambda 2 va hokazo lambda n ildizlarini topamiz. Tenglamaning umumiy yechimini yozish uchun quyidagi hollarni qaraymiz. Birinchi hol lambda 1 lambda 2 va hokazo lambda n haqiqiy va har xil. U holda 808 tenglamamizning umumiy yechimi quyidagicha yoziladi. Y teng s1 y darajasi lambda 1x plus s2 y darajasi lambda 2x plus va hokazo plus cn y darajasi lambda n x 810 ko'rinishda yoziladi. Ikkinchi hol, demak lambda 1 lambda 2 va hokazo lambda n ildizlar haqiqiy va ular uchun haqiqiy va ichida katta karralari bor bo'lsin. U holda faraz qilaylik, lambda j ildizlarimiz k karrali bo'lsa, u holda n minus k ildiz har xil bo'lsin. Bu holda 808 tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi. Y teng s1 y darajasi lambda x plus s2 x y darajasi lambda j x plus va hokazo sk x darajasi k minus 1 y darajasi lambda j x plus sk plus 1 y darajasi lambda k plus 1 x plus va hokazo cn y darajasi lambda x 811 ko'rinishda ifodalanadi. Endi quyidagicha bo'lsin, mana shu keyingi holimiz lambda 1 lambda 2 va hokazo lambda n ildizlarimiz ichida kompleks yechimlar ham bo'lib qolishi mumkin. Bu holda aniqlik uchun lambda birimiz a plus i b, ya'ni mavhum son lambda 2 teng a minus i b ko'rinishda bo'lsa, mana haqiqiy sonlar deb olaylik. U holda umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi. Y teng s1 y darajasi y darajasi ax kosinus bx, mana bu yerda mavhum sonning nimasi qo'yiladi? Bu plus c2 y darajasi ax sinus x. Buyog'i haqiqiy qismiga quyidagicha yechim izlanadi. s3 y darajasi lambda 3x plus va hokazo cn y darajasi lambda nx. Demak lambda 1 bilan lambda 2 kompleks hol bo'lganda mana shunday yechimlarimiz izlanar ekan. Bu yerda y darajasi a plus i b x teng y darajasi ax kosinus bx i sinus bx ko'rinishda formula yordamida yoziladi. Mana shu. Ya'ni bu quyidagicha yoziladi. 4-chi, demak lambda 1 lambda 2 va hokazo lambda nlar kompleks ildizlar uchun k karasi ham yozishimiz mumkin. Masalan, lambda 1 a i b k karali bo'lsin, k kichik n minus 2, u holda lambda 2 a minus i b ildiz ham k karali holda unda mos umumiy yechim quyidagicha bo'ladi. Y teng y darajasi ax qavs ichida s1 s plus s3 x plus va hokazo s2 k minus 1 x k minus 1 kosinus bx.
Bu tarafida esa haqiqiy son bo'lganda mana shunday yoziladi. Y darajasi ax s2 plus s4x plus va hokazo s2k x k-1 sinus bx plus va hokazo s yana beriladi. Bu tarafida yig'indida haqiqiy yechimlari shunga mos keladi. S 2k plus 1 y darajasi 2k plus 1 x plus va hokazo s y darajasi lambda x ko'rinishda ifodalanadi. Endi bitta misol qaraylik. Soddalik uchun umumiylikka ziyon keltirmasdan quyidagi misolimizga qaraymiz. Y ikkinchi tartibli hosilasi minus y shtrix plus b y teng 0. Yechish. Berilgan tenglamani quyidagi ko'rinishda yechimni izlaymiz. Y barobar y darajasi lambda x almashtirish bajaramiz. Bundan uchun hosila olib, ya'ni bundan hosila olamiz. Y birinchi tartibli hosilasini olamiz. Lambda oldiga tushadi. Y darajasi lambda x ikkinchi tartibli hosilasini olamiz. Lambda kvadrat y darajasi lambda x tenglamaga qo'ysak, u holda mana shuni aynakka aylantirish kerak. Mana hammasi y darajasi lambda x ni qovusdan tashqari chiqarib olamiz. Lambda kvadrat minus 4 lambda plus 8 qovus yopilgan. Y darajasi lambda x teng 0. Bunda lambda kvadrat minus 4 lambda plus 8 teng 0 xarakteristik tenglamasini hosil qilamiz. Demak, lambdaning darajasi tenglamaning hosila tartibi bilan bir xil ekan. Mana shu kvadrat hosilaning tartibi bilan mana bu yerdagi ikkinchi tartib hosila bilan lambdaning kvadrati bir xil bo'ladi. Tenglamani umumiy yechimini keyin yozamiz. Qarang, umumiy yechimi demak mana shunga mos keladigan yechim bo'ladi. Bir xil mana shuning yechimi nima qilib yozadigan bo'lsa, lambdalarni topib olamiz degan. Keyin olib kelib nimaga tenglamaga qo'yamiz. Bu yerda kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Kvadrat tenglamani yechamiz. Yechganimizda lambda 1 lambda 2 topiladi va tepadagi nazariya qismidagi nimaga formulasiga qo'ya qolamiz. Hop, tenglamaning umumiy yechimini toping. Endi uchinchi misolimizdan shunday yechiladi. Qarang, y demak uchinchi tartib hosilasi minus 2y ikkinchi tartib hosilasi minus 3y shtrix teng 0. Yechish. Tenglamani y barobar y darajasi lambda x almashtirish bajaramiz. Bunda tenglamamizda qatnashadigan hosilalar hisoblaymiz. Birinchi tartib, ikkinchi tartib, uchinchi tartib hosilalarni topamiz. Topilgan hosillarni demak y darajasi lambda x ga bo'lish natijasida 8-9 tenglamamiz xarakteristik tenglamasi quyidagicha hosil bo'ladi. Lambdaning kubi minus 2 lambda kvadrat minus 3 lambda teng 0. Bu tenglamani lambdadan qovusdan tashqari chiqarib olamiz. Chunki bu yerda y darajasi lambda x ga bo'lamiz deganimizda, qarang, bu hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lamiz. Ikkita qovus qachon 0 ga teng bo'ladi? Birinchi qovus mana 6 ta ko'paytirish 0 ga teng bo'lsa va qovusning mana shu kubik tenglamamiz 0 bo'lsa mana. Demak, shuning uchun y darajasi lambda x ga bo'lyapti bu yerda. Ko'rinishda yozib, bu yerdagi lambda demak bu yerda ham qachon ko'paytma 0 ga teng bo'ladi? Lambda 0 ga teng bo'lsa va qovusning ichidagi 0 ga teng bo'lsa. Demak, lambda 1 desak bu 0 ga teng. Bu kvadrat tenglamani hisoblaydigan bo'lsak, lambda 2 minus 1, lambda 3 3 izlariga ega bo'ladi. Demak, barcha ildilar haqiqiy va har xil. Shuning uchun 8-10 ko'rinishdagi formulamizdan foydalanib, umumiy yechimini quyidagicha yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni y teng s1 mana 0 y darajasi mana lambdadan o'rniga lambda 1 o'rniga 0 qo'ysak y darajasi 0. Har qanday son 0-inchisi demak 1 ga teng s1 plus s2 x minus x mana yerda lambda 2 ning qiymatini qo'yamiz. Plus s3 y darajasi lambda 3. Mana shunday demak o'zgarmas koeffitsiyentli bir jinsli differensial tenglamani shu tartibda yechamiz. Juda sodda ekan.